Hammaga tek bo'lmayapsizlar bolalar. Xullas bugun sizlar bilan tekin yuz yorishib o'rganamiz. Qanaqa saytlar bilan emas, bu oddiy bot bilan olishib o'rganamiz. Qani unda videoni boshladik. Короче, yoqqa kuchukcha hisob bu bugun bir deb yozasizlar. Mani Telegram kanalim chiqinglar. Короче, bolalar masalan mana bu yerda masalan bitta любой videomni nimasiga kirasizlar, kelibsizlar. Mana qo'yib qo'yaman, mana ishdan kelibsizlar ham bo'ladi mana. Xullas mana ishdan kelibsizlar, mana shu videoga ham qo'yib qo'yaman bolalar. Bemalol o't olib o'tirsanglar bo'ladi. Mana masalan birinchi o'timiz mana 3 ta odam taklif qilganman. Xullas mana получить eshik promo kod mana bu yoqda. Masalan sizlar omadinglar kelsa 3 ta sovg'a beradi sizlarga, 3 ta sovg'a. Bosasizlar. Sizlarga promo kod beradi, o'shani bittasiga kirgizib chiqazsanglar bo'ladi bolalar. Bir laptop ishlamaydi. Eng ko'p ishlaydigan bo'ladi bolalar. Masalan bu yoqda aniq 60 olmoqchi bo'lsanglar, 30 odamni chaqirsanglar 100% 60 bor. Yo'q, men 30 odamim yo'q, tanishim yo'q desanglar, 10 ta odamni chaqirsanglar, 10 ta odamga bu bitta o'ynash imkoniyatini beradi. Men где-то 50 tacha odamni, xullas 50 tacha mana shu odam chaqirganman. Общий emas bu. 50 tacha odam kuyganman xullas. Bu birinchi bo'ldi. Shu do'stlarni chaqirib bemalol 3 ta odam chaqirib qo'yaman. Ya'ni 7 ta odam chaqirsam, ikki hafta, bir hafta o'ynay olaman. Yo'qdan 100 chiqib qolishi mumkin. Ikkinchi bo'limda hisoblar mana Telegram kanalimga kirsanglar, mana ishga tashlab qo'yaman mana. Ustiga bosasizlar mana. Ustiga bosasizlar. Sizlarga mana sayt ochiladi. Mana sizni o'yinlarga jalb qilish degan o'yin ochiladi. Bu yerda nima qilamiz sizlar? Sizlar har kuni missiyalar beraman bunaqa. Qurbonlar xonasi masalan mana. Qanaqa avtomat bu? Dayman любой tanlab qo'yaman, mana farq qilmang. Mana bu qutb doirasi Natobiga keluvchi. Mana endi buni avtomobil payqab jismoniy zarar qilamiz. Bu to'g'ri chiqdi mana. Короче, bo'ldi. Bu yoqda balans qilib qo'ying. Mana sizlarga masalan o'yin o'ynamanglar, bu boshqa o'yinga kirmanglar. Mana bunaqa o'yinlar bu. Oqizishi aniq ishoninglar, bu yoqda 2 ekan bu ham. Do'stlarni chaqirasizlar mana. Do'stlarni chaqirganinglarga har bittasiga 25 ta beribdi. Bitta odamga 5 ta beribdi, to'g'ri. Tak. Mana bu yoqda. Yana bitta. Mana chiqarib olish deydi bu yerda. Mana UFC mana har xil saytlarga bor bu yoqda mana sotib olish masalan. Bu yoqda mana UFC'lar ham sotadigan lekin bu yoqda. Mana bolalar. Mana bulpas. Yani evga o'xshagan narsalar olib beradi. Mana masalan 10-chi darajaga keldilar deylik. 25%. 25 tanga beradi. Tak yana endi. Tak. Xo'sh. Mana UFC'ni qanaqa chiqazamiz sizlar. Mana ishga kirasizlar. Mana o'plarni almashtirishga bosasizlar. 85 taga 60 olasizlar. 380 taga 325 olasizlar. Masalan, kuniga 2 soat vaqtingizni ketkazsanglar, sizlarda kamida 170 bor degan yoki 180 omadinglar kelsa navbatli bo'lib qoladi. Mana shu Telegram kanalimga kirib qo'yib, mana shu bemalol olinglar, mana ustiga bosinglar-da. Ustiga bosib, mana xohlasanglar o'ynanglar. O'yindan ko'tarib ketsanglar bo'ladi, lekin ko'p aldaydi o'yinlar.
ishonmanglar maslahatim. Maslahat ishonmanglar. Mana masalan mana bunaqa o'yinlarda bular. Mana hozir sizlarga o'ynab ko'rsataman. Bu ham 2 bo'lib qolibdi. Ikkitadan o'ynasa bo'ladi ham. Mana bunaqa o'yinni bu voобще o'ynab bo'lmaydigan o'yinlar. Masalan mana qaranglar. Bizga qaysi liniya yoki tegmoq bu bitta o'ynash ekan. Davay bizlar liniya qilamiz. Mana biz yutqizdik. Undan ko'p yerganinglar ancha sizlarga foyda bo'ladi. Так что yeringlar maslahatim. Bu yoqda foyda yo'q ishoninglar. Yersanglar mana kuniga har xil mana. Mana har kuni vazifa beradi sizlarga mana. Men anchadan beri ko'rmayotgandim. Har kuni vazifa beradi. Bu yoqdan olsanglar bo'ladi. Plyus bu sovg'alar sizlarga. Nima deydi? Bizga mingta odam bor. Bas, bu yoqda ham redim kod beradi. Redim koddan bittasi bo'yidan bemalol yutuqsiz olsanglar bo'ladi. Bu yoqda tugamaydi lekin bemalol yutuqsiz olsanglar bo'ladi. Bitta aktivatsiyali bo'ladi. Mukofotlar va vazifalar yangilanadi 4 kunlar ichida, 4 kun ichida. Bu yoqda missiyalar bor, questlar. Mana tarixga kelsanglar bu yoqda mana minus, plus mana. Ko'pchilik mana shunaqada. O'shani nima aytib o'taysizlarga? Tekinga olish mana shunaqa tekinga yuksak olsanglar bo'ladi. Bemalol. Buning uchun mana kommentda silka qo'yib qo'yaman. Mana shu Telegram kanalimni silkasini qo'yib qo'yaman. Bemalol mana shu yerdan olsanglar bo'ladi bolalar. Ozgina mehnat qilasizlar. Lekin yuksak chiqadi olsanglar bo'ladi bemalol. Bu bot faqat omadinglarga bog'liq. Hamma bot birinchi botmada to'lqa omadinglar bo'lsa yutib ketasizlar. Mana где-то 180 yuksak chiqadi. 3 ta sovg'a berasiz. 3 ta sovg'adan bittasini tanlaysizlar. Bitta omadinglar kelsa olib ketasizlar. Garchi 2-3 ta akkauntinglar bo'lsa, hammasidan mana shu olib bosib, shuni bittasidan bo'lsa redim kod chiqsa, akkauntinglarga yuksak tashlab olasizlar bolalar. Так что mana shunaqa qilib olsanglar bo'ladi. Bemalol. Обязательно Telegram kanalga o'tib mana bugun 3-oktyabr kuni tashlaganman. 20 tashalgan. Tak mana shu olsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.